家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。整本书我们都已经学完了。那么今天我们要做的是一个总复习。Bugün bizniki qilganimiz biz bir umum tekrar, ya'ni shu birinci dərsdən tatib 5-ci dərsgacha. Ondan kelarki sanda 5-6-cı dərsdən tatib shu 10-cu dərsgacha bo'lib 2ga bo'lib turib butun bir kitobni yana bir takror qilsak, andan keyin buningdan keyingi o'rganishimizga kelgan vaqtimizda shu ham oldidagini bir unutib qolmaslik uchun ikkinchisiga jashin yingsang shu texmi cho'nqur ta'sir qoldirsa degan maqsadda. Unda bo'lsa biz shu birinchi darsdan tortib saboqdashlar birlikda bir ko'rib chiqamdik. Asos chetdan bu qatam takrorda nimani asos qilamiz? Birsiga tekstni men bilan bir o'qib olsak, shu odatda qanday ifodalaymiz, shuni bir bilib olsak, ikkinchidan har bir darsningki nishonlarini yana bir qatam o'tkazib olsak degan. Unda bo'lsa boshladik. 我们呢今天是一个总的复习啊，我们从第1单元到第5单元作为一次复习，从第6单元到第10单元作为第2次复习。2轮复习之后，整本书我们就算是过完了。那么这个复习的目的，第一是为了把你之前忘了的东西再重新捡起来，第二是加深印象，能够更好的去学以后的内容啊，这是我们的这个复习的一个目的。那么现在同学们把书翻到第1单元，birinci kısım，阿里木来乌鲁木齐1，我们从这里开始复习啊。那首先跟着老师把这个课文一起读一下。好吗，同学们？那unda bo'lsa boshladik. Avval tekstni bir o'qib olsak. 您好，您好，我的名字叫阿里木，您贵姓？我姓王，叫王丽。认识您很高兴，认识你我也很高兴。好，这是什么呀？课文 MD 我们来看一下我们第一课的目标。Birinci nishonda nimani o'rgandik? 打招呼, ya'ni boshqalarga salom qilish. Yolg'iz odam bo'lgan vaqtimizda tang tushgan chaqda nima deymiz? Ni hao deymiz. Qarshi tarafga javob qaytarsaqmi ni hao deymiz. Nama yeshi bizdan cho'ng yoki biz hurmatlaydigan odamlar bo'lsa, ning hao. Qarshi taraf ni hao deb qaytarsimi bo'ladi, ning hao deb qaytarsimi bo'ladi. Yoki bo'lmasa yaxshimi deb turib savol shaklida chiqarsaqmi bo'ladi. Ni hao ma? 我很好，你呢？我也很好 degandek. Ko'pchilik bo'lgan bo'lsa, 大家好 deymiz. Qarshi taraf qaytgan vaqtida ni hao deydi. Agarda bir necha odam bo'lgan bo'lsa, yaxshimi sizlar desak, 你们好 deymiz. Yana birisiga xayrlik aytdigan deb turib salom qilsaqmi bo'ldi. 早上好 degandek. Unda bo'lsa bir o'qib maqsaq. 你好，你好，您好，你好，你好吗？我很好，你呢？我也很好。大家好，你好，你们好，你好，早上好，早上好。好，这是我们第一个 birinci nishonimiz. 那么第二个询问姓名, bir odamningki ismini so'rash. Ba'zan odamlarningki ismini so'raymiz, yana ba'zan odamlarningki familiyasini so'raymiz. Butun ismini so'ramaymiz. Nama familiyasini so'rgan vaqtimizda 你姓什么？你姓什么？我姓王，叫王丽。familiyam Wang, ismim Wang Li.
Na familiyangiz nima ekan desek yana nima deymiz? Hurmat ustidan degan vaqtimizda ning guishing 您贵姓？我姓李，我姓李。那么özümüz bilan tang to'shak kichik yoki bundoq do'stlar orasida bir-birimizga ismingiz nima degan vaqtimizda tang tushlarning ichidan udullam so'rasak bo'ladi. Nima deb so'raymiz? 你叫什么名字？你叫什么名字？yoki bo'lmasa名字nima amma 你叫什么 deb so'rasakmi bo'ladi. Unda xosmiyada 你叫什么名字？我的名字叫阿里木。ismingiz nima? Ismim Olim. Eng oxirqisida u yoqning ismi nima? U yoqning ismi nima? Nima o'xshasha 他叫什么？他叫什么？ uning ismi go'zal. 他叫美丽 degandek. Unda xo'sa ikkinchi nishonni bir o'tkazdik. 你姓什么？我姓王，叫王丽。您贵姓？我姓李。你叫什么名字？我的名字叫阿里木。他叫什么？他叫美丽。好，这是第二个内容。Endi ikkinchi tekis课文2. Yurtunu so'raydi g'u. Başladık. 你是哪里人？我是和田人。你的家乡在哪儿？我的家乡在四川。我在乌鲁木齐工作。你呢？我去乌鲁木齐找工作。哦，你今年多大了？我23岁了。你呢？哈哈，这是秘密。好，那么接下来我们来看一下目标. Bu darsniki nishonida nima? Sonni, shuzi sonni asos qilgan. 1dan tortib 10gacha qanday deymiz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 好 0 0 100 百 1000 千 tuman 万 亿. Yi degan nima desak 100 million yi bo'lib mangdu. Yi deganimiz 100 million. 10 yi bo'lsa 1 milliard bo'lib mangdu. Ha, endi ostidagi asos bo'lgan sonlar 1dan tortib birlik son. Birlik son, 1dan tortib 9gacha andan keyin yana bir tal 0 bor. Unda xo'si boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 andan keyin 0 qilmanglar. Telefon nomeringiz qancha desa yozsan 0 demay, yozsan 0 deymiz. Xo'p. Endi ikkinchisi mana bu 数字这个基本数字的单位 bu shu keyindagi birlikka. Unda xo'sa boshladik sonning birligi. Mana bu taqson bo'lsa g, o'nlar bo'lsa sh, yuzlar bay, minglar qian, o'n ming wan, million 百万 10 million 千万 100 million 亿. Hop. Nima hanzu tilda biz shu sonni saniga vaqtimizda 4 sonni bir bo'g'im qilib turibmiz. 4 son bir bo'g'im, 4 son bir bo'g'imda mangdu. Nima birinchi 4 son bo'lsa minglar bo'lib chiqadi. Nima o'ttirdagisi, shu oldidagi 4 son shu qian. Nima mayaqda o'ttirdagi 4 son bo'lsa van. Majitiga yana bu 3-qurdan bo'lgan vaqtida shu yi bo'lib chiqadi. Miyada 4 son bo'lib keyin yana bir chiqyapti. Shu vaqtida o'ttirdagisiga keldi. O'ttirdagisi va nejosi yivan. Ostidagisi 10 万 100 ming.
1 milyon 100 万100万 Andan keyin 100 milyon 1000 万1000万 10 milyon 10 milyon 1000 万10 milyon 100 milyon 1亿好数字的组合 mushu sallanınki mushu qo'sh bo'lishi那么 masalan 10 20 30 40 50 60 deb turib bunda o'qigan vaqtimizda qanday o'qiymiz 10 10 10 20 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 1000 1000 1000 10 ming 1万1万75 desek 75 75 243 desek 243 243 那 6504 bo'lsa 6504 6504 10 ming 50 bo'lsa 10050 10050 bu yerda bir so'zlab o'saqanda mushu 10050 deganimiz 1 0 0 anan degan 50 ulab chiqadi-ku. Nima buni ma o'tirda 2 0 0 bo'lsa 10050 demaymiz, faqat 1 0 0 ham o'qiymiz. 10050 deb ham chiqadi. 这是数词啊，bu nima san san. Andan keyin ikkinchisi nima? 询问家乡. Nimasini so'rash? Qarshi tarafningki yurtini so'rash. Qanday so'raymiz bu yerda? Misoldan bir shuni debdi-ku. Siz nalik yoki bo'lmasa yurtingiz nada? Ya bo'lmasa nadin keldingiz deb so'rsak bo'ldi. Siz nalik bo'lsa, 你是哪里人? 你是哪里人? 我是和田人. 我是和田人. 那 yurtingiz nada bo'lsa, 你的家乡在哪儿? 你的家乡在哪儿? Mening yurtim四川的. 我的家乡在四川. 我的家乡在四川. Siz nereden geldiniz? 你来自哪里? 你来自哪里? Ben Beijing'den geldim. 我来自北京. 我来自北京. 好. 那么 üçüncü nokta başqalarınki yishini so'rash, yishini so'rash. Yishini so'rgan vaqtimizda o'xshamagan yoshdagilarga o'xshamagan usulda so'raymiz. Kichik boladan bo'lsa, 你几岁了? 你几岁了? 我10岁了. 我10岁了. Sal mundaq yosh bolalar bo'lsa, 你多大了? 你多大了? 我25岁了. 我25岁了. Yoki bo'lmasa siz qaysi yili tug'ilgan desak, 你是哪一年出生的? 你是哪一年出生的? 我是1995年. 我1995年出生. 1995年出生. 那么 ishi cho'ngroqlardan so'rgan vaqtimizda 您多大年纪? 您多大年纪? 我今年50岁. 我今年50岁. 那么 masalan shu 70dan oshqanlardan so'rgan vaqtimizda odatda 您高寿 deb so'raymiz. 您高寿? Bu vaqtida nim deb javob berdi? 我86了. 我86了. 好，这是我们第一课的 birinchi darsninki mushu nishoni va teksi. Endi biz mushu ikkinchi darsga bir qarab baqaylik. Ikkinchi darsga bir qarab baqaylik. Avval tekis shunaqa o'qidik. 你在乌鲁木齐有认识的人吗？我有一个好朋友在乌鲁木齐工作。他做什么工作？他是一名出租车司机，很帅。挺好的，
你打算找什么工作呢？我想进一家公司当一名职员。不错。好，这是课文。Endi nişan。Birincisi数量短语。数量短语degeni мо? San miqdar söz birikmesi. San miqdar söz birikmesi. 那么bu nima desek, 就是说 ismning oldiga biz odatda shu son miqdor so'z birikmasini akilimiz. Shunaqo. Masalan, saqchi deb qo'yaplam, i chingcha deb mundaq desak bo'lmaydi. Cho'qim bularning hammasining oldiga bir tal nima keladi? Miqdor keladi. Bir saqchi desak, i ming chingcha. Ikki shirkat desak, 两家公司. Bir do'st desak, 一个朋友 degandagi. 那么意思就是说 so'zlarningki oldiga bo'lib shu ismningki oldiga nima miqdor akilimiz. Masalan, bir chiroq desak, 一盏灯. Bir karvat desak, 一张床. Bir kitob desak, 一本书. Bir jup qo'l desak, 一双手 deganga o'xshash. O'xshamagan narsalarningki miqdor so'zimi o'xshamaydi. Ha, unda bo'lsa ikkinchi nuqta boshqalarningki xizmatini so'rash. 那就是询问工作。好，unda bo'lsa bu yerda qancha xil, 4 xil deyilgan. Birinchisi kasbingiz nima? 你的职业是什么？你的职业是什么？我的职业是警察。我的职业是警察。Ikkinchisi siz nima xizmat qilasiz? 你是做什么工作的？你是做什么工作的？我是老师。我是老师。Üçüncüsü siz nerede işleysiz? Siz qayerda işleysiz? 你在哪儿工作？你在哪儿工作？那javobi men bankada ishlayman debdi. 我在银行工作。我在银行工作。好，eng oxirgisi siz qanday xizmat bilan shug'ullanasiz? 你从事什么工作？你从事什么工作？我是医生。我是医生。好，unda bo'lsa, bu darsningki nishoniga bir qarab baqsak. Ikkinchi dars. Avval tekis shunaqo, hamda ikkinchi dars. Avval tekis. 你家有几口人？我家有5口人。都有什么人？爸爸妈妈、哥哥、姐姐和我。你有没有兄弟姐妹？我没有兄弟姐妹，我是独生女。好，你父母是做什么工作的？我爸爸是医生，妈妈是老师。你们家呢？我爸爸妈妈是农民，哥哥是警察，姐姐不工作。好 ，MD nişan 询问家庭成员，那就是 aile a'zolarini so'rash. Asas jihatdan qanday so'raymiz? 你家有几口人? qancha nopus bor? 你家有几口人? 那么 ular kimlar desak, 你家都有什么人deb so'rasak bo'ladi. Qarab boqaylik, sizlarning uyda qancha nopus bor? 你家有几口人？你家有几口人？我家有4口人。我家有4口人。sizlarning uyda kim-kimlar bor? 你家都有什么人？你家都有什么人？有爸爸妈妈、姐姐和我。好，下面sizlarning uyda qancha odam? 你家几口人？你家几口人？3口。那buning javobi intayin qisqa, 3口。Eng oxirgisi, Wang Lining uyda qancha odam bor ekan? Qancha nopus bor ekan? Wang Li家有几口人？
王丽家有几口人？Ularning uyida 3 nafar bor, dadasi, opasi, o'zi. 好，他家有3口人，爸爸妈妈和他。他家有3口人，爸爸妈妈和他。好，onda 호수 ikkinchi nisan家庭成员 oile a'zolari.首先 opamizni mama deymiz. Dadimizni baba deymiz. Opamizning opasi外婆 opamizning dadisi 外公 dadimizningki opasi 奶奶 dadimizning dadisi 爷爷。好 andin o'zimizni 我 fuksi bo'lsa 弟弟 ochisi bo'lsa 姐姐 desak bo'ladi. 好，这是家庭成员。Endi biz shu 3-chi darsga bir qarab boqaylik.阿里木的新生活awal tikisa。这么快就到站了，现在几点了？北京时间2点半，都中午了。我的朋友要来接我，正好我们一起吃饭吧。谢谢你，我今天有事，下次吧。那可以留下联系方式吗？加个微信也可以。可以，我的电话号码是1320992，微信号就是我的电话号码。谢谢，以后我们保持联系。好的，你第一次来乌鲁木齐，有什么需要帮忙的，尽管找我。太好了，谢谢你。好，nishon. Bu darsniki nishonida nemin o'rganamiz? Soatniki mushu ifodalashi, vaqtning ifodalashi. Undaq bo'lsa, bu yerda bir necha parcha rasm bor. Shunaqo, mushu rasmga qarata. Soat 6 degani 6点. 那么 5dan 5:30 bo'lgan bo'lsa 5点30分 5点30分 yoki bo'lmasa 5点半 5点半 那 11dan 10 minut o'tgan bo'lsa 11点10分 soatga denni ishlatib minutga finni ishlatib mushu vaqtini deb bilsangizlar bo'ladi 11点10分 11点10分 那么 8dan 5 minut o'tgan bo'lsa 8点05分 10ga to'shmadi shu vaqtida 0 deb qatdimiz 8点05分 andan keyin 10dan 15 minut o'tgan bo'lsa 15 minutni bir chorak desakmi bo'ladi shuning bilan 10点1刻 10点1刻 desak bo'ladi andan mushu 2ga 15 minut qoldi o'xshash bir chorakni 2 deymiz-ku. Nima kam qolgan bo'lsa chani ishlatamiz. 2点差1刻 2点差1刻 yoki bo'lmasa 2点差15分 2点差15分 yoki bo'lmasa 1点45 1点45 desak bo'ladi. 好，那么 mushu 12 soat bilan 24 soatninki 时间表示法 vaqt ifodalashi 12 soatninki mushu tushdan burun yo tushdan keyinligini aniq deyishimiz kerak. Masalan, tushdan burun 10 bo'lgan bo'lsa 上午10点 kechqurun 10 bo'lgan bo'lsa 那就是晚上10点 atdigan soat 7 bo'lsa 上午7点 那 tushdan keyin soat 7 bo'lgan bo'lsa 下午7点 desak bo'ladi. 好，这个
那24 soatni ifodalagan vaqtimizda buni shanwu xiao demaymiz. Shu jijelan masalan shu 7 bo'lgan bo'lsa,我们就说19点 desak ham bo'ladi. Xo'p, bu soat. Nima boshqalardan soat qancha bo'ldi deb turib vaqtni so'ramoqchi bo'lsak, hozir qancha bo'ldi desak, 现在几点？现在几点？Beijing vaqti soat 10 dan 25 o'tdi desak, Beijing 时间10点25。北京时间10点25。那么 soat qancha bo'ldi deb qisqa qilib几点了 deb so'rasak ham bo'ldi.几点了? 那么 12:20 bo'ldi desak 12点半了。12点半了。qachon desak 什么时候？ qachon maktabdan tushsalar 什么时候放学？ 什么时候放学？ tushdan keyin 5:20da。下午5点半。下午5点半 desak bo'ladi. 那么 eng oxirgisi 4-si shu 时间词的用法. Vaqt so'zlarininki shu ishlatilishi. Na shu vaqtni ishlatgan vaqtimizda vaqt igininki oldiga kelsa bo'ladi, igininki keyniga kelsa bo'ladi. Masalan, miyada men tushdan keyin maktabga boraman desak, 我下午去学校。 我下午去学校 yoki bo'lmasa 下午我去学校 ikkilisi bo'laverdi. 下午我去学校. Xo'p, shu vaqtdagi kelgan vaqtimizda agarda bir necha vaqt birga kelib qolsa, cho'ngini oldiga, kichikini keyniga qo'yamiz. Bu shu payshanba kuni Uyg'urcha bilan o'xshash amaliyotda. Payshanba kuni tushdan burun soat 6da desak, 星期四上午6点bo'lib ma'noda. Payshanba kuni shu butun kun, bu cho'ngroq. Tushdan burun bo'lsa, u yarim kun. Nima soat 6da bo'lsa, texmi kichik bo'ldi ya. Shuningga vaqtga kelgan vaqtimizni cho'ngdan tortib kichik qarab ma'noda. Unda bo'lsa, bu yerdagi misolda nim debdi. Men atdigan soat 7dan 15 minut o'tgan chaqda qo'paman degani nim debdi. 我早上7点一刻起床。Men kechda soat 8da tamoq yeyman degani. 我们家 bizning uyda, 我们家晚上8点吃饭。我们家晚上8点吃饭。好, andan eng oxirgisida doim ishlatiladigan shu vaqt so'zlari. Atdigan 早上 早上 kech 晚上 晚上 yarim kechi 半夜 半夜 tong sahar 凌晨 凌晨 tushdan burun 上午 上午 tush 中午 中午 tushdan keyin 下午 下午 burun 以前 以前 hazır 现在 现在 keyin 以后 以后 kelgusi 将来 将来 好 endi ikkinchi tekis. 哦，对了，下个月20号是我的生日，你来参加我的生日聚会吧。20号是星期几？是星期六吧？我看一下日历。对，是星期六。我记住了，我一定会去的。到时候我送你一个大蛋糕。谢谢。你的生日是几月几号？我也要送你礼物。我的生日还早呢，11月11号，还是双11呢。好，我也记住了。Endi nişan 年月日及星期的表达的，那就是 ay, shu yil,
kunlarni qanday ifodalaymiz? Nima 12 oy, 12 oyni bir boshdan kelsak, bu shu sonni oldiga ekilib, keyniga shu oy degan xatni kelsak bo'ldi, Masalan, 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月bir yilda 12 oy bor. Nima kunga kelgan vaqtimizda o'xshash, shu oldiga sonni keyniga shu r degan xatni kelsak bo'ldi. Masalan, birinchi chislo degan bo'lsak, 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30日、31日desek bo'ladi. R degan bu xatning o'rniga shu eg'iz tilda ko'pincha yana hao deganni ishlatadi. 1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号。那么20号、21号、25号、28号、29号、30、31号deganga o'xshashsa, 3月2号 degandek mundaq desak bo'ladi. 这是kun. 那么bir haftadagi 7 kun. Bir haftadagi 7 kun. Dushanba, chorshanba, seshanba degandek, unda bo'lsa qardoq. 星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期天yoki bo'lmasa星期日 desakmi bo'ladi. Bir odamdan shu chislani so'rgan vaqtimizda qanday so'raymiz? Masalan, ata haftaga qancha desak, 明天星期几? 明天星期几? Ata haftaga 4, 明天星期四. 明天星期四. Ögün deganda 后天 deymiz. Shunaqa, ögünlik haftaga qancha desak, 后天几月? Ögünlikka qanchinchi chisla, qanchinchi oyning qanchinchi kuni desak, 后天几月几号? 后天几月几号? Qachon desak 什么时候? Siz qachon to'y qilasiz? 你什么时候结婚? 你什么时候结婚? 明年2月14号. 明年2月14号. Siz qaysi yili Beijingga kelgan, qaysi yili desak, 哪一年 shunaqa. Qaysi yili Beijingga kelgan? 你是哪一年来北京的? 你是哪一年来北京的? 2008年来的. 2008年来的. 好. Bu 3-chi darsninki shu nishonlari, tekstlari degandek. Endi 4-chi darsninki qarab baqaylik. 喂，你好，是迪利亚尔吗？是的，阿里木吗？是我，阿里木，我到了。你好，你好，我已经到火车站了。你在哪个位置？我去找你。我在出站口南边，我对面是中国银行。那你先过马路，然后到中国银行旁边的药店门口等我，我马上到。好的，兄弟，一会儿见。好，endi nishonga qarab baqaylik. Bu darsdagi nishonidan nimani o'rgandik ekanmiz? Yo'linishlarni, shunday taraflarni, yo'linishlarni. Unda bo'lsa, qaraylik. Sharq, dong, dong. Janub, nan, nan. G'arb, shi, shi. Shimol, bay, bay. Sharqi shimol, 东北, 东北. Sharqi janub, 东南, 东南. G'arbi shimol, 西北, 西北. G'arbi janub, 西南, 西南. Hop, ostidagini o'sha qo'l harakat orqali ham chiqaramiz.
上上下下左左右右里里外外前前后后，然后呢是中间中间中间两边两边。好ikkinchisi shu o'rinni so'rash o'rinni so'rash. Siz qayerda deganni 在哪儿你在哪儿你在哪儿 man maktab darvozasining oldida 我在学校门口我在学校门口yoki bo'lmasa shu chiqish eg'izi qayerda so'rab baqsam desak 请问出站口在哪儿请问出站口在哪儿 kechiring men bilmayman 对不起我不知道对不起我不知道 siz qaysi joyda siz qaysi joyda 你在哪个位置你在哪个位置 men maktab darvozasining yonida 我在学校大门旁边我在学校大门旁边 sizlar naga borasizlar 你们去哪儿你们去哪儿 biz pochta idorasiga boramiz 我们去邮局我们去邮局好 and then avval keyin avval andin deydigan shuni qanday ifodalaymiz 先什么什么然后什么什么 bu ikki ishninki keyin bo'layotgan shu rad tartibini so'zlaydi va ma ish avval bo'ladi andin ma ish yuz beradi masalan men avval tamoq yeb andin maktabga boray 我先吃饭然后去学校我先吃饭然后去学校 siz avval bankaga berib pul eling andin doktorxonaga berib kitob ko'ring bunday doktorxonaga berib kasal ko'ring kitob ko'ring emas xato bo'lib qoldik 好你先去银行取钱然后再去医院看病你先去银行取钱然后再去医院看病好 endi 4-chi qismniki 2-chi bo'limining teksi 你想吃点什么随便那我们吃点家常饭吧干煸炒面怎么样好服务员点餐您好这是菜单你们要吃点什么来2份干煸炒面再来10串烤肉喝点什么饮料我喝茶你喝茶还是果汁我也喝茶来1壶薄荷茶还有烤肉不要放辣子好的请稍等它的这个目标1 birinchi nishoni nima shu asos yemekliklarni bir tunib chiqadi ekanmiz yemekliklarni avval nima asosiy tamoqlar shu rasm bor shuning uchun biz qandaq men faqat ham sud islom o'qiyman ham o'rganib bo'ldik menga agishib bir o'qib o'tib ketsak 就可以了啊皮带面皮带面馒头馒头花卷花卷面条面条米饭米饭饺子饺子猪
面，丁丁炒面，汤饭，汤饭，拌面，拌面，拉条子，拉个曼的拉条子的什么不落多啊？烤包子，烤包子，薄皮包子，薄皮包子，鱼香肉丝，鱼香肉丝，大盘鸡，大盘鸡，西红柿炒鸡蛋，西红柿炒鸡蛋，宫保鸡丁，宫保鸡丁，酸辣土豆丝，酸辣土豆丝，麻婆豆腐，麻婆豆腐，炸鸡腿，炸鸡腿，汉堡，汉堡，薯条，薯条，比萨，比萨，饮品şimdilikler茶，茶，咖啡，咖啡，可乐，可乐，果汁，果汁，酸，酸，甜，甜，苦，苦，辣，辣，咸，咸。好 ，MD， 我们来看一下我们今天的最后一个单元，要复习安阿和tekrar qilgan qismi第5单元，阿里木的新房子。Tekis， 喂，您好，李先生吗？是我。您是哪位？我在网上看到您发的出租房屋的信息，给您打电话，想咨询一下。房子2室1厅，60平方米，有家具家电，可以做饭、洗澡，有宽带，小区环境也不错。租金是多少钱？押1付3，一个月1200元，包暖气费和物业费。我们可以去看看吗？好的，什么时候来？今天下午4点，您方便吗？可以，地址是幸福路新源小区12号楼301号。谢谢您，到了给您打电话。好，那我们看一下这一课的目标。nishanga bir qarab baqsaq， 这里我们要学的是一个2室1厅押1付3degan tushunadi. 2室1厅呢就是o'zimizniki uy qancha qizliq uy ekanligini boshqalarga ifodalamoqchi bo'lsak, o'jirg'i shini ishlatamiz. O'jirg'i shini ishlatamiz. Zalga tingni ishlatamiz. Mushu oshxona bir zal bo'lib mangdi, mehmonxona bir zal bo'lib mangdi, qolgan o'jirlar shi bo'lib mangdi. Andan keyin mushu hojatxonasini 卫生间 deymiz, oshxonasini 厨房 deymiz. 2室1厅 bo'lsa, 2 o'jira bir zal, ya'ni bir tal mushu mehmonxona uy bor degan gap. Nima bu yerda biz avval mehmonxonani 客厅 客厅 uydagi oshxonani 厨房 厨房 andan keyin kitobxonani 书房 书房 o'jirini 卧室 卧室 andan hojatxonani o'birnini 卫生间 卫生间 deymiz, ataymiz. 好，那么这个押1付3 deganimiz raniga qo'yamiz degan gapni,就是1 oylik pulni raniga qo'yib 3 oylik pulni bir topshirib mangsiz degan gap. Hamda ikkinchisi adresninki mushu ifodalashi. Adresni ifodalagan vaqtimizda cho'ngdan tortib kichikka qarab mangdi. Avval davlatingiz, andan keyin o'lka, andan shahar,
andın kenet, anındaki yeza, anındaki şu koca, anındaki şu uyunuzdaki numara degендeki. 好，这是 adresninki. Hem de üçüncü nokta ne mi? 常用家电. Bu şu aile toksaymaları ya. Aile toksaymaları. Onda olsa qardoq. O'xshash rasm bo'lgandan keyin o'sha bu shot hada ve yo'la uyg'urchasini demadim. Hansuchi sig'lab bir qarab o'tib kelsak. 电饭煲，电饭煲，电视机，电视机，电冰箱，电冰箱，微波炉，微波炉，洗衣机，洗衣机，空调，空调，燃气灶，燃气灶，油烟机，油烟机，热水器，热水器。好，家具。床，床，书柜，书柜，餐桌，餐桌，餐椅，餐椅，沙发，沙发，衣柜，衣柜，橱柜，橱柜。好，那第二篇课文。你好，请问生活用品在哪边？在最后一排。谢谢。一共多少钱？一包纸巾，一条毛巾，一管牙膏，2支牙刷，一共36元。给你钱。有1块钱零钱吗？有，给你。找您15元，请收好，谢谢。好，这是第二部分的课文。Endi ikkinchi qismniki nishani. Nimani tunuymiz? Pul. Shunaqo 100 pulni 100 yuan. 100 yuan yoki 100 块. 50 yuanni 50 yuan. 50 yuan. 20 yuan. 20 yuan. 20 yuan. 10 yuan. 10 yuan. 10 yuan. 5 yuan. 5 yuan. 5 yuan. Bir qo'y 1 yuan. 1 yuan. 5 mo 5角. 5角. Bir mo 1角. 1角.好. Endi ikkinchisi mushu nimani so'rash? Bahosini so'rash. Bir narsaning bahosini so'rash. Qancha pul yoki qanday sotdingiz? Bahosi qancha? Ya jami qancha pul deb so'rasak bo'ladi. Qancha pul? 多少钱? 128 元. 多少钱? 128 元. Qanday sotdingiz? 怎么卖的? 360块钱. 怎么卖的? 360块钱. 价格是多少? 540. 价格是多少? 540. jami qancha pul? 一共多少钱? 一共1300. 一共多少钱? 一共1300.好, endi 生活用品, turmush buyumlari bilan bir tunishib o'taylik. O'rganib bo'lgandan başladık. 洗洁精, 洗洁精, 洗衣粉, 洗衣粉, 肥皂, 肥皂, 香皂, 香皂, 卫生纸, 卫生纸, 卫生巾, 卫生巾, 洗发水,
洗发水，垃圾桶，垃圾桶，盆，盆，水杯，水杯，碗，碗，盘子，盘子，拖把，拖把，扫帚，扫帚，拖鞋，拖鞋，毛巾，毛巾，枕头，枕头，被子，被子，锅，锅。好，那亲爱的同学们，今天我们的复习课就先上到这里。那么回家以后，把今天所复习完了的内容再复习一遍，好吗？那onda bo'lsa, bugungi darsimiz mishagicha bo'lsin. Bugun takror qilgan barliq mazmunni uyga borgandan keyin yana bir qatam takror qiling. 那我们下一期